Assalomu alaykum do'stlar. Damas avtomashinasiga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, bu sizlar uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz. Holati ideal. Bir tomchi kraskasi yo'q mashinada. Bugun mashina bozorga olib chiqyapti ekan, bizni moykamizdan, karcherimizdan foydalanib mashinasini yuvib ketyapti. Endi bu videoni, bu mashinani sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'zi bunaqa reklama qiladigan nima emasman. Prosta mashinaga bitta baho berasizlar. Salonlari juda ham chiroyli turibdi. Mashina даже minilmagan desam ham bo'ladi. Mashinaning narxini 7,5 ming so'm baholab turibdi. Kami bor. Mashinani yurgan probegi eplab ko'chada ham hali yurmagan. Hadoylarni ham bitta ko'rsataman. O'zim to'g'risi mashinaga juda qiziqdim. Holati juda chiroyli turibdi. Hali hadoydagi boltlari ham даже umuman vashida almashgan yo yechilgan, qisilgan hamdagi kardonda boltlarni ham ko'rsangiz, mana zavod metkasida turibdi. Hali bitta bolt yechilib, mana nakonechnik boltlar hammasi zavodskiy metkada turibdi. Yechilib, almashgan, detalni o'zi yo'q mashinada. Endi mashinamizni egasi aytayaptilar, mashinadan bir tomchi kraska topib bersang deyapti, $1000 puldan o'chiraman deyapti. Endi men o'zim ustaman, men to'g'risi topolmadim. Endi o'zini ustalari bo'lsa kelib ko'rsalaringiz. Lekin haqiqatan mashina ideal. Endi men ham o'rtada aytib o'taman, men ham mashinada tushunaman, mashina ustasiman. Agar mana shu mashinamizdan motor yoki hadovoyida bitta ishi bo'ladigan bo'lsa, men o'zim mana shu mashinani hadovoy yoki motor, zadimos, korobkasida bitta ishi bo'ladigan bo'lsa, zapchasi ham, usta xizmati ham bepul mendan bo'ladi, akalar. Bemalol aloqaga chiqib, mashinaga ishonch bilan gapirib ayta olaman. Aloqaga chiqsalaringiz 7,5 ming. Bunaqa narx yo'q aka. Haqiqiy dehqon oladigan mashinamiz. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.